Bu narsa odamlarni og'rig'ida. Aynan menga o'xshagan tartibsiz insonlarda biznes qurilgan. Bizning maqsadimiz Powerbankni olsin, tezroq qaytarib bersin. Faqatgina O'zbekistonda uni blokirovkasi bor-da, o'sha blokirovkasini sindirish yo'lini topishgan. Har 2 oyda 300 tadan 700 tagacha stansiya olib kiramiz. Sifralarni ko'rdim, demak, masshtabirovsiya qilishimiz shart. Sizlarda qanchalik ehtimoli bor Yandex quvvatni to'liq sotib olishi? Endi biznesi qachon sotiladi? Pikiga chiqayotgan paytida sotilish kerak. Endi bankdan oylik yaxshi-da. Kamida bir marta arenda olganlar 700 mingtadan ko'p. Qo'pol qilayotgan cho'nchakda borini olib chiqib, hammasini qilamiz. Eng katta vandalizm bu simini uzish. Bu bizning xodim sifatida. Xodimmi? Ko'rdinglarmi, boshliqqa salom berish ham yo'q. Kommersiya tayinli bo'lib qoladi, ideyalarim bor. Sizda dollarda 1 million bormi yo'qmi? Jigar, doim yonimdasan. Qo'llab kelasan. Endi shunga pul so'rayapsanmi, ha? Bu nima degan gap? Payme Plus obunasi. Endi hammasi boshqacha. Hammaga salom. Bu Soqqa va Kamina Mirshakar Fayzullayev. Bugun sizlar bilan yana bir biznes haqida suhbat quramiz. Undan oldin esa sizlarga bundan avvalgi ko'rsatuvlarimizni qo'llab-quvvatlaganingiz, like qo'yib, izohlar yozganingiz uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Undan tashqari, yana bir bora doimgidek sizlardan bu ko'rsatuvimizni ham qo'llab-quvvatlashingizni, like va izohlaringizni ayamasligingizni so'rab qolamiz, chunki bu harakatlar biz uchun ham, YouTube algoritmlari uchun ham juda ham muhim. Bugun esa biz yana qaysi sohada soqqa bor degan savol bilan izlanib topganimiz yana bir biznes haqida so'z yuritamiz. Bu esa bir qarashda bu sohada soqqa bor deb o'ylamaydigan, unchalik katta biznesdek tuyulmaydigan va o'zi umuman biznesga kirish uchun nima lekin bu soha hech qachon birinchi planda turmaydigan bir yo'nalish. Lekin bu biznes asoschilari ishini boshlashganiga 3 yildan oshdi. Bular bilan birorta to'liqroq intervyu biz internetda ham hech qayerda topa olmadik, lekin biznes allaqachon nafaqat O'zbekistonda, balki O'rta Osiyo miqyosida ham o'z o'rnini topgan. Shuning uchun biz bu soqqa jamoasi bilan birgalikda bu vaziyatni to'g'rilashga qaror qildik. Demak, bugungi dasturimiz Quvvat Powerbank hamda velosipedlar xizmati haqida. O'zi umuman sharing bu qanaqa ishlaydi? Biznes boshlash kerakmi yoki yo'qmi? Buni siz hal qilasiz. Biz esa tanishtiramiz xolos. Boshladik. Quvvat. Bugun mehmonimiz boya aytib o'tganimdek, sizlar ko'pchiliginglar ba'zan har kuni, ba'zan hech bo'lmasa haftada bir marta bularni xizmatlaridan foydalanadigan Quvvat va hozir men oldimda turgan inson bu kompaniyani asoschilaridan biri Bobur aka, xush kelibsiz. Rahmat. Xursandman tanishganimdan. Men ham. Aynan menga o'xshagan tartibsiz insonlarda biznes qurilgan. Shuning uchun qiziqarli bo'lgan hamma savollarni so'rashga harakat qilamiz. Keling, birinchi bo'lib biz doimiy so'raydigan narsamiz, Bobur aka, o'zingiz haqida ozgina gapirib bersangiz, ma'lumotingiz, sohangiz. Toshkentda tug'ilganman. Toshkentda o'qidim. Ota-onam sababchi meni repetitorlarga hamyoqona qilib qatnashtirib Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetiga o'qishga kirganman. U yerda ham bakalavr, ham magistraturani bitirganman. Orada 4-kursdan keyin o'sha bankka ishga kirganman. Общий 11 yil bankovskiy staj. Ishim yuzasidan biznes bilan постоянно har doim juda tesni ish olib borganmiz-da. Yaqin aloqada bo'lgansiz hamma biznesi borlar bilan. Menimcha shu ham bitta turtki bo'lgan, keyinchalik biznesga o'tib ketishgan. Uyda biznes qiladiganlar bormidi sizgacha? Endi rahmatli odam biznesmen bo'lganlar, tadbirkor bo'lganlar, ular boshida ular tekstil sohasida bo'lganlar, Malika zavod bo'lardi, o'tda ishlardilar, keyin o'tdan keyin Adidas, O'zbekistonda birinchi marta Adidas olib kirishganda, shu odamlar bilan birga ishlashgan, Adidas olib kirishgan, keyinchalik уже do'kon ochib, gastronom bo'lgan, keyin shu biznesda yurganlar-da. Har xil yo'nalishda, lekin tadbirkorlikda bo'lganlar. Tadbirkorlik bo'lgan. Endi onamlar yurist. Shuning uchun bizda takoy hamma yoqda har sohadan bir shingil bo'lib. Endi tushunarli. Adangizda biznes, oyingizda yurist, bizga bankda o'zimiz odamimiz kerak. Shuning uchun o'g'lim sen bankka borasan. Meni oyim yuridik tomondan meni nima bo'ladi? Eng asosiy orqamda shit desa bo'ladi-da. Chunki onamlar menga именно yuridik o'zimni risklarimni kamaytirish bo'yicha butun endi yoshligimdan miyamga o'qtirib kelganlar, harigacha. Qaysi yo'nalishda yuristlar?
iqtisodiy yo'nalish Yo'nalish. Oho, как раз. siz masalalaringiz 70% uyda hal qilib chiqsangiz bo'lar ekan. Hammasini. Bu birinchi olib kelgan stansiya emas, to'g'rimi? Yo'q, bu eng oxirgi уже обновленный, yangilangan varianti. Ekonomichniroq ozgina elektroenergiya потребленияsi. Vo, elektr energiya potrебленияsi. Haqiqatan ham sizlarda asosiy xarajatlar bu stansiyani sotib olish. Uni keyin doimiy elektr toki, yana nima xarajat? Administrativniy nimalardirlar? Endi Joy uchun to'laysizlarmi? joy uchun arendaga to'laymiz. Hozir endi uncha ko'p emas, boshida ko'proq to'lardik, hozir уже ancha kamroq. Buni joy uchun shunaqa yetkazib berdikki, kelayotgan klient uchun bu juda foydali. Ham yangi restoran, kafe ochayotgan bo'lsa, esingizda bo'lsa, endi hozir ko'rasiz, ko'p kafeneyalarni ham, restoranlarni ham har bitta stol oldiga rozetka o'rnatgan. Bu juda narxi, remont narxini oshirib yuboradigan narsa-da. Kerak emas bo'lgan xarajatlarni olib keladi-da. Ham erta hammanaqa bitta stolni juda ko'p egallaydi. Biz shunaqa taklif beryapmizki, bitta dona rozetkani o'zi yetadi. 220. Bo'ldi, shuni qo'ydik. Shu joydan hamma odamlar olib ketdi, ham hozir juda bu tendensiya kuchaygan, odamlar zaryadka yo'lligida kafe restoranga yugurib kirib powerbank oladi. O'zi noqulaylik ozgina barning his qilishi mumkin, kiradida bitta kofe yo'q bu narsa olib chiqadi. Bu дополнительный kafe uchun продаж. Hech bo'lmasa ichkaridan ko'rib chiqadi kafeni. Xodim sifatida 11 yil ishladingiz. Men ham ozgina ishlaganman soham bo'yicha, juda ham qiyin bo'lganmanda bu sohani tashlab mutlaqo boshqa yo'nalishga o'tib ketish. Lekin menda 11 yil emas edi tajriba. Agar 11 yil bo'lganda menimcha men qolardim. Endi bu yoq qancha qoldi o'zi to'xta ishlayveraylik deb. 11 yil qanaqa bu g'oya keladi va qanaqa bu qarorga keldingiz? Mayli, ishlashga ishlab qo'ydim, lekin men biznesga o'tib ketishim kerak degan moment qanaqa o'tgan? Biznesga o'tish kerak bo'lgan moment ora-orada ham barib kelgan. Endi ozgina harakat qilib ko'rganmiz, o'xshamagan bu odatiy holat. No, qaysidir momentda bo'ldi degan signal kelgan. Shu yetadi. Bo'ldi, ishladim, opit orttirdim, o'tda ham networking juda yaxshi bo'ldi. Juda ko'p odamlar bilan tanishdim. Qanaqa biznes qilish kerak? Endi baribir borasiz, zalog ko'rasiz. Ish yuzasidan juda ko'p klient bilan muloqot qilasiz. Oldiga borasiz, klient jalb qilasiz. O'sha paytda qanaqadir bo'ldi, yetadi degan narsa bo'ldi. Endi u bir nechta sabablar bog'liq. Men o'zi как раз pandemiyadan keyin o'sha shu fikrga kelyotgandim. Pandemiya payti undan oldin lishniy vес ham yig'ib o'sha o'zimni qanaqadir yosh qariya bo'lib qoldim-da. Mana shu oxirima keyin miyamga bitta narsa urdi. Shu erkak kishini bir 30 dan 40 gacha bo'lgan periodi bor-da. O'sha periodda erkak kishi bir nima o'ziga maqsad qo'yib, o'shanga yetish kerak. Mayli, 30 yoshgacha men o'rgandim, bildim, tanidim hammasini, lekin men o'zimga kelajagini qanaqadir juda katta ingliz tilida legacy deydi. O'sha legacyni qoldiraman deydigan bo'lsam, u demak men hozir boshlashim kerak degan miyamda qanaqadir tumbler o'zgardimi? O'zgardi. O'shanda men o'sha o'zim uchun hal qilgan paytimda men o'sha o'zim bilan borib sport bilan shug'ullanishni boshladim. Ish deyil, anaqa qilish, bu faqat yo'nalishni emas, bu to'liq o'zgarish haqida. To'liq o'zgarish. O'tda действительно to'liq o'zgarish. O'shanda 21-yilning boshida o'sha ishdan ketdim. Можно сказать, немножко в никуда. Chunki qanaqadir hali hech qanaqa biznes hech narsa yo'q edi. Tayinlik полноценный yo'q edi. Endi bor edi, men misol uchun driver ukam yurardi ishlar bilan. O'shalar bilan qarashib, ozgina ularning biznesiga qarashib, ular bilan keyin anaqa полноценный sherikchilikka kirib, shu ishga kirib ketganman. O'tda anaqa 6 soat deydi. Shu ishga kirib ketdim. Ozgina shu bilan yurdim. 22-yilda biz Ukraina bilan ishlardik o'sha. Urush boshlangandan keyin o'zgargandan keyin zavod yopildi, Xarkovdagi deydi zavod. O'sha paytda o'sha ideya, endi meni jiyanim bor. U bizda MGUda o'qiydi, Toshkentdagi filialida. MGUda har yarim yil Rossiyaga boshladi. U Rossiyada o'sha Moskvada o'qigan paytdan keyin qaytib kelib ideyalar aytishni boshladi. Mana bunaqa ideya bor, unaqa. Hammani bitta shunaqa jiyani bor. Mana qilishimiz kerak, mana qilishimiz kerak deb turadi. Keldi, bu yaxshi. Zo'r. Chunki shunda shu ideya bilan keldi. Bizda endi oilaviyda, endi quvvatni o'zi o'tda
jiyanlarim hammasi o'zi ключевой odamlar, o'zimni jiyanlarim, ham ukalarim, dvoyurniy mana shunaqa. O'shanda o'tirib gaplashdik, endi sразу endi anaqa mozgovой shturm boshlandi. Bu narsa menimcha eng asosiy odamlarni og'rig'ida. Odamlar telefoni zaryadkasi o'tirganda shoshib qoladi. O'zim ham xuddi shu. Restoranda qanaqa qayerdan zaryadka olay, nima bo'lay, u payt men telefon juda kam almashtiraman, 5 yilda bir marta almashtiraman odatda. U 5 yilda batareykasi o'lib bo'lgan bo'ladi, obedgacha уже qolmaydi. O'sha paytda shu iziga kelgandan keyin bo'ldi, qayerdan nima qilamiz, qanaqa запуск qilamiz. То есть ketdi, уже fikr bu produktga ketdi и uni zapuskiga. Qayerdan biz kirsak bo'ladi. Kafe, restoran da kirsa bo'ladi, lekin o'tda unaqa объем odam ko'rmadik-da. Oxiri aylanib oxiri fikr keldi. Bir metro bilan gaplashib ko'raylik deb. Odam, passajir metroga tushganda o'sha powerbank oladi. Powerbankni boshqa stansiyada tashlab ketadi. Yarim soatda bitta masalasi bitadi. Deganda ular haqiqatdan mana shu passajirni пользасы, qulayligi, juda qulay, juda современное решение, как metro предлагать qilyapti degan ma'noda. Keyin уже undan ham bizga zo'r bo'lib ketgani, metro дальше уже Wi-Fi o'rnatdi, undan keyin sotuvchi kompaniyalar o'rnatdi. Passajir qulayligiga juda ko'p e'tibor bergan paytiga biz kelib qoldik. Birinchi Brizonta stansiya olib kelganmiz. 108 ta deymiz, shu aniqrog'i. 108 ta stansiyani biz stansiyadan powerbank stansiya. Biz shunaqa mo'ljal bilan olib kelganmizki, har bitta metroni chiqishi va qolgani o'sha payt 60 ta atrofida edi metroning chiqishi. Qolgan stansiyalarni biz eksperiment tariqasida 15 tasini korzinkaga qo'ydik, bir qanchasini universitetlarga qo'ydik. Qayerda odam ko'p bo'lsa, parklarga qo'yib, endi parklar uncha ishlamasdi hali boshida. Именно odam gavjum bo'lgan joylarga qo'yib ko'rdik. Hammasi bilan borib договорlar qilib, tuzib qo'yib ko'rdikda и test boshlandi. Biz Brizonta bu testovoy edi, anaqa количество stansiya. Testovoy bizga yoqqandan keyin уже bo'ldi. Sifralarni ko'rdim, demak masshtabirovsiya qilishimiz shart. Ishlaydigan biznes. Ishlaydigan biznes. И bo'ldi. Bu yoqqa уже non-stop masshtabirovga ketdik. Sizlar birinchi emas edinglar bu sohada Toshkentda. Birinchi emas edik. Nechta kompaniya bor edi sizlargacha? Yo'q, bizdan oldin xuddi bizadagi nima desa bo'ladi, o'xshash strukturada endi bitta kompaniya bor edi, но undan tashqari juda har xil boshqa variatsiyalar bor edi zaryadkani. Shkaflar bor edi, shkaflarga tashib ketariz kalit bilan. Keyin reklamniy blokka o'xshagan narsa bo'lardi. Restoranga borsangiz beradi, ichida ismi bilan. Men endi ularni bilmayman nimaga, biznesni ko'pchiligi hozir yo'qolib ketdi-da baribir. O'sha faqat o'sha bizga o'xshagan strukturalar qolgan. Boshlanishida qancha kapital ketgan startda? Общий startga где-то 120 bilan 130 ming orasida ketgan. Shu ozgina qarzlar bo'lgan, kredit olganmiz дополнительный. Boshlanishda 7 ta, hammasi mana men, do'yardan ukam, jiyanlarim, shu asoschilar 7 kishi. Yo'q, endi asoschi 5 kishi hisoblanadi. Founderlar 5 kishi, investorchi. Unaqa deya olmayman ham. Bizda oilaviy-da baribir. Investor ham biz oila. То есть qo'pol qilayotgan cho'nchakda borini olib chiqib, hammasini qilganmiz. Bankda ishlaganman, bankdan borib kredit olganman. Shu bilan birinchi anaqa qilganmiz. Bizga shuncha pul kerak, kim qancha olib kela oladi bo'lganda. Почти shunaqa. Oilani ichidagi fundraising bo'lganda. Kimda qancha bor? Menda 1000 bor. Men 100 ming kredit olib keldim. Почти shunaqa. Zo'r. Qancha muddat qo'yilgan edi test uchun? Mana shuncha vaqtda o'zini oqlamasa yig'ishtiramiz degan. Endi biz o'ylagandik 2 yilda qancha o'zini oqlasin deb-da. No sifralarni, raqamlarni ko'rganimizdan keyin biz tushundik, hozir bu test bilan biz ushlab qola olmaymiz. Bizga masshtabirovание kerak. O'sha 4-oyda biz ikkinchi zakazni размещение qilamiz. U ham уже kreditga. Bu yoq уже hammasi почти kreditga bo'lgan. Oxirgi 3 ta zakazimizni уже o'zimiz bez krediti polnoценно kelayotgan puldan reinvestitsiya bo'lib bo'lyapti.
Biznes uchun hamma narsa muhim, lekin eng muhimi bu tezkorlik. Hisob ochish, to'lovlarga kirish va moliyani boshqarish tez hamda oson bo'lishi kerak. TBC bankda bunday yechimlar allaqachon mavjud. TBC Business Internet Banking bilan siz elektron raqamli imzo va bir qop keraksiz hujjatlarsiz hisob raqam ochishingiz mumkin. 24 soat davomida haftasiga 7 kun bemalol to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Bank kuni soat 5 gacha, soat 6 bo'ldi, ertaga shanba, keling dushanba hal qilaylik degan narsalarni unuting. Hisoblaringizni kuzatib borish va ko'chirmalar olish imkoniyati ham albatta bor. Undan tashqari xodimlaringiz uchun kirishni sozlab, hisob raqamlaringizni birgalikda boshqarish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Aytgancha, bizning ko'rsatuvimiz muxlislari uchun ajoyib yangilik. Endi siz o'z biznesingizni boshlash va rivojlantirish uchun TBC dan 300 million so'mgacha onlayn kredit olishingiz mumkin. Tez va ortiqcha hujjatlarsiz. Foydali ma'lumotlarga havola esa video ostida. Bu soqqa davom etamiz. Birinchi sarflangan 130 ming bir qismi kredit bilan boshlangan edi. U kreditlar yopilganmi hozir endi? Ular yopildi. Hozir kengaygan sar necha marta kengaydinglar shu jarayonda? Necha marta qo'shimcha stansiyalar zakaz qildingiz? Почти har 2 oyda 300 tadan 700 tagacha stansiya olib kiramiz. Bu doimiy shunaqa bo'lib qoldi. Hozir shunaqa bo'lib qoldi. Marja qanaqa bunaqa biznesda? Hozir 9 ming so'm adashmasam. Hozir 9 ming so'm soati va 18 ming so'm o'sha sutkaligi. Marja bunaqa ekanligini aytolmayman. Hozir marjani напрямую aytolmayman. Chunki hisoblash juda qiyin bo'lgan narsa. Hozir sizdagi umumiy quvvatdan foydalanadiganlar, aktiv foydalanuvchilar soni kamida bir marta arenda olganlar 700 mingtadan ko'p. Почти 800 mingtaga ham borib qoldi. Har oylik 300 mingdan 400 minggacha kamida. Zo'r. Shunaqa. O'zi boradiganda. Sezonda degan narsazgina bor. Bu biznesda ham bor. Bu bor, bu biznesda bor. Ya'ni juda issiq bo'lganda odamlar ko'chaga ko'p chiqmaydi. Keyin ko'pchilik dam olishga ketadi. Shaharda o'zi yoz paytida odam kamayib qoladi. O'zingizam bilasiz, studentlar ham kamayadi. Bu birinchi narsa, qishda odamlar ko'chaga ko'p chiqmaydi. Sovuq paytda, o'sha paytda ozgina tushadi. Shuning uchun qish va yoz uncha emas, lekin mana bahor kuz bizada garaj pirojki deydi-yu. Hozir mavsumni ayni piki, ayni payt. Ayni paytda. Demak, ko'chada qanaqadir sovuq, qor bo'lsa, sizga, bugun ish yaxshi bo'lmaydi degan joyi bor. Ish yaxshi bo'lmaydi, nisbatan kamroq bo'ladi. Shunaqa, nisbatan. Chunki mijozlarimiz o'rgan bo'lgan, o'sha o'rgatib bo'ldik. Keyin asosiy xizmat baribir powerbanklar bo'lib qoladigan taqdirda ham sizlarda hozir sub biznes desa bo'ladi yoki qo'shimcha daromad uchun reklama ko'ryapmiz bu yoqda. Qachondan boshlangan reklama qo'shish? Birinchi reklama o'tgan yilda bir yozdan boshlandi. Nima sabab, kimga kelgan bu g'oya yoki bu ham qayerdadir ko'rildi? Yo'q, u g'oya o'zimizga keldi. Biz uni ustida rosa ishladik. Boshida ishonch kamroq edi. Endi nima monitor, qanaqa mahsulotni baribir hamma yaxshi bilmaydi. O'sha paytda sekin-sekin qo'ndirib, kimdirlarga ozgina boshida tekinga qo'yib berdik. Как-бы shu momentlari ham bo'ldi. No, baribir rezultat beradi-da, chunki biz 250 ta stansiyada reklama beramiz-da. 250 taning aqvati juda katta. Ya'ni stansiyani oldidan o'sha imенно 250 tasini aytolman, milliontadan ko'p odam o'tadi kuniga, har kuni. Uni xohlaysizmi yo'qmi, effekti keladi baribir. 1 kun, 2 kun, mana 3 kun, 4 kun mashta ko'raverasiz. Oxiri shu matchani ichaman deysiz-da. Kirasiz baribir. Reklamadan keladigan daromad hozir qancha qismini tashkil qiladi quvvatni? 20%. 20%. 50%gacha chiqishi yoki undan oshib ketishiga ishonasizmi reklama bo'yicha? Yo'q, baribir asosan powerbank bo'lib qoladi. Reklamani chegaralangan vaqt limiti bor. Powerbank limiti yo'q. Tayyor bo'lmagan auditoriya bor, nimaligini tushunmaydigan auditoriya bor. Eng qiyin kechgan jarayonlar nimalarda bo'lgan? Bizdachi boshida biz zo'r yoshlarni o'rgatdik-da, 15 yoshdan 25 yoshgacha bo'lganlarni juda yengil o'rgatdik. No, yosh deganda ko'proq bu narsalar bilan o'g'il bolalar qiziqadi-da. O'g'il bolalar prilojeniyalarni yozib oladi, olib ko'radi. U bizda ayol kishi auditoriyasi juda qiyin bo'ldi boshida. Ayol kishiga o'sha paytda ozgina boshqacharoq podxod kerak edi. Biz uning uchun ayol kishi blogerlarni chaqirdik, salonlarga qo'ydik, imdagi salon krasoti. Shunaqa bo'lib qoldiki, keyin bizani endi boya aytganim anaqa
marketing tarafdan shu to'g'ri ish qilganimiz sariq. Yaxshi blogerlar o'zi bilmagan holatda bizga to'lanmagan nativniy reklama ko'payib ketdi. Ya'ni ayol kishilar sekin salonda ishlatdi, o'tda ishlatdi-da, nativniy reklama ko'paygandan keyin avtomatik ayol kishi auditoriyasi ko'payib ketdi. Bu boshida qiyin bo'ldi. Bizning maqsadimiz powerbankni olsin, tezroq qaytarib bersin. Ikkita bo'lib qolmasin, chunki powerbankni ertaga boshqa odam ishlatish kerak, undan keyin 4ta 5ta. Bizda u powerbankni yangi powerbank sotib olish imенно stansiyadan tashqari bu alohida bitta xarajatda. Chunki odamlar oladi, 2-3 kun qolib ketadi, 4-5 kun qolib ketsa, powerbank оборотdan chiqib ketdi degani. Bizga u оборот kerak. Powerbank deganda quvvat ko'z oldimizga kelishi nimaga bog'liq bu? Bu marketingmi yoki bu boshidagi metrodan kirish kerak degan qarormi yoki softdagi nimadir farqlami? Chunki men faqat sizlardan foydalanmayman. Menda yana ikkita soft bor. Chunki qaysidir restoranlarda sizlar yo'qsizlar, ular bor. Qaysidir joylarda hamma bo'lishi mumkin, no elementarni 8 ta stansiya turganda ichida bitta ham bo'lmasligi mumkin, har ehtimolga qarshi. Chunki men ham boya siz aytganingizdek, mana telefon hadab o'zgartirib tura olmayman. Mana nechinchidir yil olingan telefon hali ham shu 70% ga tushgandir zaryadi. Menimcha hammasi birga. Hozir softni paka olib turamiz chetga. Marketing bilan o'sha metrodan boshlaganimiz. Metro juda passajir potok katta, tanishuv, produkt bilan tanishuv bo'lish kerak-da. Любой bitta produkt kirayotganda bozorga siz uni qanaqa qilib odamlarga berasiz, qatdan berasiz. Endi o'zi biznesda qanaqadir 4P degan narsa bor. O'sha product, place, price, PR-da. Produktingiz bor. Mana produktim bor. Narxini cenovой kategoriyadan chiqazdik boshida. Boshida biz kirganda в принципе сразу qimmatroq bo'lib kirdik. Bizani konkurentimizdan ko'ra почти 2 barobar qimmatroq narx bilan kirdik-da. Uchinchisi place. Place ya'ni joy. Qat bilan kiraman men bu produktga. Men o'shanda biz rosa o'yladik. Qat bilan kirsak bo'ladi. Restoran, kafe zo'r variant, lekin klientni asosiy tanishtiradigan, tushuntiradigan joyi bu biz uchun metrodan 700 mingta odam har kun o'tadi-da. 700 mingta o'sha paytda hozir ma'lumotim 1 milliondan oshgan. 700 mingta o'tadigan odamga tushuntirish osonmi yoki kuniga borsin eng zo'r restoranga 400 ta 500 ta odam kiradi. 400 ta 500 ta odamga tushuntirgan osonmi? 700 mingta oson. Shuning uchun biz place'ni imенно anaqa shu tarafga PR ham qildik. Ham marketingda endi bu yerda biz sariq rang tanladik-da. Sariq bilan biryozovoy u odamlarni ko'zini jalb qila oladi-da. Misol uchun oq qora, endi bilasiz bizda mashina asosan oq qora serida juda ko'p. Shuncha o'tayotgan joyda bitta qattiqdir ushalib qoladigan narsa bo'lish kerak fonda. O'sha ushalib qoladigan narsa bo'lishi uchun ham biz shu ranglarni tanlaganmiz-da. Bu bilan kim shug'ullangan? Qanaqadir professional komanda yollanganmi yoki o'zingiz jenlar bilan o'tirib o'yladingizmi? Buni ham o'zinglar. O'zimiz o'ylaganmiz. U payt endi bizda boshida finans, biz faqat оборудованияni olib kirishga yetganda, undan ko'piga yetmagan. Nomini jiyanim o'ylab topgan, Quvvat deb qo'ydik. Mana qilgan nomini. Hozir o'zingiz to'g'ridan to'g'ri nima vazifani bajarasiz Quvvatda? Menda ham strategiya, operatsiyonga uncha aralashgim kelmaydi. Biz endi har hafta majlis yig'ilish qilamiz. Qanaqadir zadachalar qo'yamiz, uni полноценный operatsiyonga aralashmayman. Menda ko'proq strategiya, развитие, налаживание контактов. Endi hozir yangi vakansiyalar ko'payib ketgan, JR deydi, government relation. В принципе, shu odamlar bilan kontaktlar bilan networking menda. Boshida nima bilan kirgan bo'lsangiz, hozirgacha o'sha vazifalar. Почти shunaqada. Sizga Salom Kart shaxsiy kartasi kerak. Shunaqa va shunaqa qilish uchun istalgan bankomatdan 10 million so'mgacha naqd pul yechib olish uchun komissiyani tejab oling. TBCdan Salom Kart sizga kerakli karta. Kimdir quvvati soq. Vandalizm, buzish, sindirish, qaytarib bermaslik, o'g'irlab ketish, bunaqa holatlar bo'ladimi? Bo'ladi. Endi eng katta vandalizm bu simni uzish. Simni uzilishi bir xil payt bo'lgan, nimagadir shu tushunmadim sababini. Bitta bola powerbankni olardi, batareykasini ichidan sug'urib, powerbank ichiga tiqardi. Shunaqa suvchi ko'paydi. Endi buni ham ustida ishladik, hozir unaqa bo'lmaydi.
No, bunaqa случайlar ham bo'ldi. Bir 10-chi powerbankka. No, основной simini uzishdi. Uni полностью remont o'zimizda, powerbank remonti ham hammasi, servis hammasi o'zimizda. O'zimiz remont qilib, o'zimiz qaytarib оборотga yetib boramiz. O'g'irlashda ma'no yo'q o'g'irlashdan. U yerda shtraf yechiladi, по-любому pul tushganda. Raqamda aytadigan bo'lsak, men boshida o'zi 5% dan 10% gacha uni Yo'qoladi deb hisobladingiz. bankda o'zi NPL degan понятие borda, qaytmaydigan. 5 dan 10 gacha foizga qilib, hali 3% dan oshgani yo'q. Yo'q, bu zo'r demak. Bu o'g'irladi ham emas. Esidan chiqib qoldi. Qaysidir boshqa davlatga chiqib ketib qolgan bo'lishi mumkin, qo'lida olib yoki boshqa shaharga ketgan, qaytara olmaydi fizически. Buni o'g'irlashni ham ma'nosi yo'q-da. Buni uyda zaryadga qila olmasangiz. Kerak narsa. Просто o'lib qolgan plastmaska bo'lib qoladi. Qaytarsa, undan keyin boshqa odam ishlatadi. Kengayish masalasida boya ozgina gaplashdik. Hozir O'zbekiston bo'yicha nechta shaharda borsizlar? Toshkent viloyati, Samarqand, Buxoro, Xorazm. Xorazm. Vodiy tomonda yo'qsizlar hali. Yo'q, bir Namanganda qo'ydik. 2 oycha ishladik. Biza bilan partnyor bo'lgan, franchiza bergandik. Ishlatolmadi. Ishlatolmayman dedi. Keyin ma'lum bir sabablarga ko'ra faqat odam topmaganimiz uchun qaytarib Toshkentga olib kelib bo'ldi. Franchiza ko'rinishda ham olib borsa bo'ladi. Xorazm bilan, Xorazmda hozir franchiza, Samarqand, Buxoro o'zimizniki. Agar sizlarda bo'lmasa, sizlarda siz paydo qilishingiz mumkin ekan bu narsani. Kelinglar, demak, quvvatdan franchiza olib davom ettirsa bo'ladi. Boshqa davlatlarda? Bolgariyada hozir harakat ketyapti Bolgariyada. Bolgariyada o'sha stansiyalar kelib bo'lgan, приложение уже adaptatsiya bo'lib bo'lgan европейский Nimaga Bolgariya? Partnyor chiqdi o'tdan. O'zbekiston bilan ishlaydigan bitta bolgar partnyor. U bizani topdi. U bilan birinchi Turkiyada ko'rishdik. Keyin Bolgariyaga taklif qildi. Bolgariyani bozorini o'rgandikda, Yevropaga kirish uchun eng qulay davlatlardan bittasi ekan. Butun европейский qonun-qoida o'tidi. Lekin masshtabi unaqa katta emasdi, ixchamroq. O'tda eksperiment qilib o'rganib, keyin dальше ketsangiz bo'ladi. Lekin hamma платежный sistema deysizmi, karta deysizmi, nima bo'lsa, hammasi европейский ishlaydi. Demak, reja bo'yicha Yevropada kengayish hozir geografiya. Markaziy Osiyoda? Markaziy Osiyoda men biznes tomonidan aytaman, Yevropaning cheki baland. O'rtacha cheki Yevropaniki baland. Shuning uchun ovoragarchilik xuddi shuncha, lekin chek xarajat, ovoragarchilik xuddi shunaqa, qiyinchiligi xuddi shunaqa, mashaqqati ishi. Lekin bu yoqda zo'roq. Butun dunyoda sharing, ijara servis bozori har yili o'nlab foizlarga oshmoqda va turgan gapki, Powerbank ijarasi ham bundan mustasno emas. Bu bozorning yirik o'yinchilari qatoriga Xitoyning Chargefull va Xiaosu kompaniyasini, undan tashqari Janubiy Koreyaning Charge 365 hamda AQShning Anker kompaniyalarini kiritishimiz mumkin. MDH davlatlari doirasida esa Biri Zaryad kompaniyasi juda ham mashhur va yaqindagina bu kompaniya bilan juda ham katta hodisa ro'y berdi. Biri Zaryad kompaniyasi 40 mingdan ortiq stansiyalarga ega bo'lib, MDH bozorining 70% ni egallagan va siz bu kompaniya stansiyalarini Rossiya, Belarus, Qirg'iziston, Qozog'istonda uchratishingiz mumkin. Boya aytib o'tgan hodisam esa 2024-yilda Yandex kompaniyasi Biri Zaryad kompaniyasini sotib oldi. Va garchi biz bu savdoning, bu oldi-sotdining narxi, qancha summaga, qanaqa shartlarda amalga oshganini bilmasak-da, Biri Zaryad kompaniyasi asoschisining intervyularida aytishiga qaraganda yaxshi narxga pulladik. Biri Zaryad, men ularni xabaringiz bor baribir. Ularni tarixini yaqinda o'rganib chiqdim sizlar bilan intervyuga tayyorgarlik jarayonida. Hozirgi oxirgi faoliyatidagi yangiliklar bilan ham tanishdim. Ya'ni kimda kim xabari bo'lmasa, bu Biri Zaryad Moskvada birinchi bo'lib boshlangan xuddi shunaqa biznes va yaqinda ularni Yandex juda ham zo'r narxda sotib olishdi. Lekin hech kim bilmaydi qanaqa narxda. Yo'q, men Biri Zaryadni основатель bergan intervyularni ko'rganimda, men bukvalno aytaman, summasini bilmayman. Yo'q, juda ham zo'r narx taklif qilishdi, biz sotdik dedi. Demak, menimcha rozi bo'lishgan. Rozi bo'ling deganda rozimiz deyishgan demak. Chunki men ham haqiqatda raqamlarni bilmayman, lekin juda ham zo'r narx taklif qilishdi, men sotmasligim kerak degan gap bor. Sizda hozir Yandex Go'da borsizlar. Yandex Go'da men quvvat ola olaman. Bu yoqda ham turibdi. Yandex Go quvvat har ikkala приложениyadan foydalanib olsa bo'ladi. Sizlarda qanchalik ehtimoli bor Yandex quvvatni to'liq sotib olishi? Unaqa
tarafga gaplashmaganmiz. M&A bo'yicha, M&A deydi o'zi. Bu bo'yicha gaplashmaganmiz. Bizda faqat partnyorskiy, ну, как бы, договорной основа. Qanchalik verayatность bor endi bu ularga ko'proq savol. Biz Yo'q, sizlar o'zingizlar tomonidan. o'zimiz hozirgi kunda sotamiz deydigan plan qo'ymaganmiz. U biznes hali patologiga, endi biznes qachon sotiladi? Biznesda bilsangiz krivoy bor-da o'zi. O'sha krivoyni pikiga chiqayotgan paytida sotilish kerak. Bu hali pikigacha bizda ancha bor. Juda ko'p ishlashimiz kerak-da. Ungacha qanaqadir taklif bo'lsa, balkim gaplashamiz. No, Maqsad bu emas. maqsad bu emas. Maqsad hali pikiga biz olib chiqishimiz kerak. Uning uchun hali juda qiladigan ishimiz ko'p. Bilmadim, biza Akmal Fayziyev bilan bo'lgan ko'rsatuvda ham yo'q, qanaqa sotish, Mirshakar deb turgan joylarda 2 oydan keyin yangilik chiqdi. Men Amerikaga ketyapman, biznesimizni Yandexga sotdik degan, lekin haligacha nech pulga sotganlar, u haqida ham ma'lumot yo'q. Shuning uchun hozircha sotish rejada yo'q. Sizlarda bundan tashqari velosipedlar paydo bo'ldi o'tgan yili. O'tgan yili 1-avgustda ofitsialniy zapusк qo'ygan. Nimaga velosiped, nimaga samokat emas? Endi samokat bozorda juda ko'p. O'zi portubsiz ko'chaga chiqsangiz hamma yoq samokat, velosiped yo'q edi. Biz birinchi velosipedni olib kirdik, birinchi bo'lib, именно полноценный elektrovelikka sharing deydi buni. Как бы birinchi bo'lib shu tarafga ketdik. Sababi ko'p. O'zi velosiped bizga hammamizga tanish bo'lgan transport. Yoshlikdan hamma uchun tanish, hamma ucha oladigan. Yosh chegarasi yo'q-da, u yerda ustiga chiqa olsangiz bo'ldi, qo'pol qilayotgan. O'g'lim kutyapti hozir. O'tgan kun ham chiqib ko'rdi, hali bo'yi pas ekan. Nimaga qaydamayapmiz? Keling. Assalomu alaykum. Mana qarang nechta. Qarang nechta qo'yibdi. Bu bizani xodim chiqaryapti. Xodimmi? 2. So'raymiz buni. 3. Rostdan xodim menimcha yo'q. Ha. 4. 5. Menimcha umid qilamiz ko'rasan. Siz quvvatda ishlaysizmi? Hayron qoldim, buncha powerbank. Rostdan ishlar ekan. Ko'rdinglarmi, boshliqqa salom berish ham yo'q. qancha soq kimdir quvvati soq 2024-yilda velosipedlar ijarasi jahon bozori 9 milliard dollarga baholangan va ekspertlarning prognozlariga qaraganda bu bozor 2025-yildan to 2034-yilgacha o'sishda davom etadi. Lekin turgan gapki, bu bozor rivojlanishi bevosita shahar infrastrukturasi rivojlanishiga ham juda ham bog'liq. Nima uchun bu veliklar bunaqa og'ir, ataylab shunaqa ishlab chiqariladimi yoki ataylab sizlar shunaqasini tanlaganmisizlar? Bu zavodda o'zi beradigan modeli. Nimaga og'ir? Chunki vandalizmga qarshi. O'zi eng birinchi очередda, eng birinchi navbatda odamlar buni ko'tarib olib ketmasligi, bu juda qiyin. Bo'lganmi shunaqa holatlar? Bo'lgan, albatta bo'lgan. Bizda uyga olib ketib bo'yab qo'ygan variantlar bor. Qop-qora rangga bo'yab qo'yganda meni velikimni turib olgan. Sizlar so'rab borganinglarda. Da. Bizda har bitta velikka ichida GPS navigatori bor. O'sha GPS navigatori bo'yicha borib qidirib topishganda ichida qop-qora bo'yalgan chiroylikkina velikimiz turibdi. Qanaqa haydaydi buni? Xo'p, olib ketdi. Zaryadlay oladimi? Boshida, zaryadlay olmaydi-yu, boshida bitta faqatgina O'zbekistonda bunaqa muammo bo'lgan. Buni blokirovkasi bor-da, o'sha blokirovkasini sindirish yo'lini topishgan. Birinchi qator muammo olib kelgan narsa bo'lgan. Boshqa dunyoda hech qaysi davlatda unaqa bo'lmagan. Biz ishlab chiqaruvchisi, endi Ninebot Segway dunyoda eng zo'r kompaniya hisoblanadi. Ular bizga 100% antivandalniy garantiya bergan. O'shanda bu narsani biz ularga aytganimizda, ular hayron bo'lib qolganda, o'zini injenerini yuborgan. Injener o'tgan yil oktyabrda kelgan, ko'rib hayron bo'lib qolgan, detalni olib uchib ketgan qaytib. Keyin ular o'sha garantiya bo'yicha bizga 1,5 mingta hamma o'sha velikimizga yangi zapchast yetkazib bergan. O'sha blokirovkani полноценный qaytadan usti yopilgan holatda biz uni hammasini 100% hali almashtirishga ulgurmadik-ku, bir 80% almashtirdik. Mingtadan ko'pini almashtirganmiz. Lekin o'sha paytda blokirovkasi buzilganlarini o'sha olib, uyga olib borib qo'yib, bo'yatib, juda qiyin, og'ir. U chisi velotrenajyorga o'xshaydi. Ko'rganman, juda ham og'ir. Blokirovka agar misol uchun
razblokirovka qilmagan bo'lsangiz, pedalni aylantirish ham qiyin. Oyog'ingiz уже trenajyor, oxirgi nastroykadagi trenajyor. Lekin o'shanga qaramasdan bu shuni uchib yurganda. Yo, biza demak qaysidir sohada birinchimiz deb maqtanish yaxshi ko'ramiz-ku, biz Segway kompaniyasining veligini buzgan birinchi davlat ekanmiz. Respekt. Demak bor bunaqa narsa. Mani samokat biznesida tanishlarim bor. Ular boshida juda ham ko'p ovora bo'lishdi ikkita narsa bilan. Birinchidan ularni samokatini ko'chada qarovsiz qoldirib ketmanglar deb profilaktika inspektorlari o'zi olib qo'yishi, to tizim qanaqa ishlashini tushuntirguncha ular ham xavfsizlik nuqtai nazaridan deb qarovsiz qoldirib ketilgan deb. Ikkinchisi, nima uchundir foydalanuvchilar suvga otib yuborishi, qaqqatroq chiqib tashlashi, GPS bo'yicha kranlar chaqirib, anhordan samokatlarni olib chiqishga majbur bo'lish. Sizlarda bunaqa vaziyatlar bo'lganmi yo'qmi? Vaziyat bo'ladi, har xil vaziyat bo'ladi. Endi velosipedlarimiz bor, arralab tashlashgan. Nimaga arrallagan bilmayman, ruchkalarini. Velosipedlar bor. Anaqa bu yerda endi o'sha GPS qaysi anaqa bo'lsa, hammasini yechib tashlagan. U hech qanaqa foyda bermaydi. Ucha olmaysiz baribir. O'sha yangi mana blokirovka qo'yilgandan keyin u shunaqa qilinganki, uni ucha olmaysiz, ishonsiz qoladi. Lekin yechishgan. Juda ko'p vandalizm holatlari juda ko'p bo'lgan. Biz misol uchun veliklarni qarasangiz, qaytadan bo'yaymiz. O'zimizdan anaqada. Ozgina endi kraska izlari qo'yganku, baribir. Qaytadan bo'yaymiz, qirib tashlaydi, mix bilan sindirib ko'radi. Bunday holatlar bo'ladi. No, oxirgi paytda sal kamroq. Qancha vaqt hech qarab ko'rganmisizlar? Qancha vaqt vandalizm davom etadi? To o'sha yerdagi, o'sha joydagi, territoriyadagi aholi ko'nikkuncha qancha vaqt kerak? Endi hozir kamroq, mana 1 yil ichida sal kamaydi. Shunaqasi bo'ladi. Lekin yo'qolgani yo'q, hozir ham bor. Yo'qolgani yo'q. Hali ham bor. Aytganingizdek, kanal ichidan ham topganmiz. No, samokatga nisbatan bizda kamroq kanal ichida, chunki ko'tarish og'ir. Bitta tashlash kerak. Ha, bu 46 kilogramda, yarim odamni vesi. Bitta odamni yarim vesi. Kadr sifatida, xodim sifatida ishlab, keyin biznesga o'tganingizda sizni hayron qoldirgan, yaxshi, yomon tomonlama bo'lishi mumkin, ahamiyati yo'q. Umuman biznesga kirganda sizni hayron qoldirgan 3 ta narsa nimalar bo'ldi? Birinchisi bozor, ham yaxshi tomondan, ham yomon tomondan. Qaysi ma'noda? Bozor, rinek, butun bizani bozorimiz, men endi bankda ishlab kelgandan keyin, moliya sohasida ishlagandan keyin hamma narsa vaqtida bo'lishi kerak deb bilardim. Ya'ni misol uchun mahsulot berdingmi, puli vaqtida tushishi kerak. То есть unaqa ishlamas ekan. Bu juda qiyin narsa. Tursan berib tur. Da. Ertaga hamma narsa ertaga bo'ladi. Bu juda nima desa bo'ladi? Bu umuman plan qila olmaysiz. Umuman mana planni siz men endi o'zimchalik men bunaqa plan qilaman deyman. Yo'q, unaqa plan bo'lmaydi. Yana bitta juda pozitivniy narsa bu, men aytganimdek, hamma asosan meni atrofimdagi odamlar hammasi ochiq ko'ngil. То есть nima yordam, nima qanaqa поддержка, bu har doim bilmadim, menga nisbatanmi yo'q, hammaga nisbatanmi? Menga nisbatan bu juda yaxshi anaqa. Bu sizni hayron qoldirdi. Ha, hayron qoldirdi. Kutmagandingiz bunaqa narsa. Kutmagan. Siz qanaqa fikrda edingiz? Men endi har xil fikr eshitasiz odamlardan. Kimdir aka ukasi bilan urushib ketdi deydi, kimdir o'rtog'i bilan sherik bo'laman deydi. Biz sheriklar bilan qarindosh bizni muammo bo'lgani yo'q-da. Bo'ladi, ish yuzasidan muammo bo'ladi. Gaplashamiz. Bo'ldi. Bu hech qanaqa lичный отношениyaga ta'sir qilmaydi. Haligacha biz bir-birimizni juda yaxshi ko'ramiz. Bu faqat qarindoshlar doirasidami yoki atrofdagilar ham, og'aynilar yoki shunchaki tanishlar? Atrofdagilar ham, misol uchun men o'sha payt esimda, даже quvvatni ham zapus qilganimizda, qanaqadir muammo bo'lsa telefon qilardim, muammo bor. Men muammoni eshitsam, men buni menga qarshi qilyapti deb bilmayman. Naborot yordam ber. Qadrli narsa. Naborot yordam beryapti deyman haligacha. То есть nechta tanishim yuboradi. Rahmat. Etding menga shu narsani. Uchinchisi, naверное, hozirgi paytda bo'layotgan pozitiv o'zgarishlar. Men qaysi ma'noda aytaman? Men biz misol uchun velosipedni zapus qilganmiz o'tgan yili. 1 yil ichida ham даже velodorojkalar soni ancha ko'paygan. Bu har doim men bunaqa deb bilaman-da, nima birinchi bo'lgan, tuxummi yo tovuqmi? Agar samokat, velosipedlar ishga tushmaganda velodorojka balkim bo'lmas edi.
agarda 25 yoshda bo'lsangiz, nima narsalarni qo'shimcha yo o'rgangan, yo qilgan bo'lardingiz? Hozir osonroq bo'lishi uchun. Chet elda o'qigan bo'lardim. Bu muhim, ha? O'qigan bo'lardim. Хотя бы 1 yil как MBA yoki hozir men уже vaqtim yo'q. Hozir уже vaqt уже o'sha paytda lekin hamma narsani tashlab 1 yilga yoki 2 yilga borib o'qib. Nimaga? Nima beradi bu? Masshtab beradi. Fikrlash masshtabini beradi. Endi o'qigan yarasha yaxshi universitetda o'qish nazarda tutyapman. O'sha хотя бы top 100 ga kiradigan universitetga bir amallab kirilsa, bu sizga masshtabni umuman boshqa ko'ra bilish beradi. qancha soq kimdir quvvati soq Quvvat daromadini qancha qismini veliklar tashkil qiladi? Ну, где-то 30% atrofida. Reklamadan ko'ra ko'proq. Lekin baribir asosan hozir Powerbank, ha? Da, endi reklama biz reklamani odatda как yarim yillik годовой qilamizda, договорni. Biz uzoq kelishamiz, no uzoqroq srokka. Velik bilan Powerbank bu har kuni. Velik faqat Toshkentdami yo hamma quvvat bor joylarda velik ham bormi? Toshkent bilan Samarqandda. Toshkent bilan Samarqand, Buxoroda yo'q, Xorazmda yo'q. Hozir Samarqandga yaqinda qo'ydikda, 1,5 oy bo'ldi. Samarqand o'zini yaxshi ko'rsatsa, keyin Buxoro bilan anaqaga, Navoiyga qo'ymoqchimiz. Samarqand sharmanda qilmaylik, iltimos sizlarga bog'liq ekan, Buxorogacha ham borish. Samarqand rezultati yomon emas. Hozir paka kartalarni qaytadan o'rganyapmiz. Endi o'ta xaritani o'rganish kerak-da. Yana produkt qo'shish kerak bo'lganda qanaqa produkt qo'shgan bo'lardingiz? Kommersiy tayinli bo'lib qoladi, ideyalarim bor. Men nimaga so'rayapman bu masalaga? Aytaylik, qaysi tomonga qarab ketgan ma'qulroq bo'ladi? Ozgina направление yo'nalish aytaman. Bu ham Powerbank sohasiga o'xshash soha bor. Bu ham arenda, faqat sal boshqacharoq ko'rinishda uni razrabotkasi ketyapti. Endi shu kompaniya razrabotka qilyapti. Biz kimdan olayotgan bo'lsak, ular tugagandan keyin bizga taklif beramiz deyishgan. O'shanda menimcha bozorda yengillik bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, sizni sohangizga aloqasi yo'q, aytaylik 11 yil mana bugungacha ishladingiz-da siz bankda. Bugun ishdan ketdingiz. Sizga hozir bu sohaga aloqasi yo'q. Nima biznes boshlasa bo'ladi shunaqa kapital bilan? Endi O'zbekistonda hozir O'zbekiston haqida gapiradigan bo'lsak, O'zbekistonda biz oziq-ovqatga juda ko'p e'tibor beramiz-da. Inobatga olish kerak, odam aholi soni juda ko'payyapti-da. Oziq-ovqatni tanqisligi sekin-sekin oshib boraveradi. Производство odam tug'ilayotgan darajada oshmayapti. Bemalol oziq-ovqat sohasiga kirsa bo'ladi. Bu aytayotganim kafe, restoran shart emas. Qaysidir oziq-ovqatdagi направление. Menimcha o'tda ko'p narsa qilsa bo'ladi. Oziq-ovqatni hisobga olmasak-chi, chunki oziq-ovqat birinchi bo'lib davay kafe ochamiz deb keladigan idea. Xo'sh. Aha. Lekin men kafe haqida aytmayapman. Siz aytayotganingiz oziq-ovqatga qaysi yo'nalishda? Ishlab chiqarishdami? Ishlab chiqarish bo'lishi mumkin. Endi bunaqa misollar ko'p-ku. Mana misol uchun siz chet elda любой bitta marketga kirsangiz, siz odatiy narsani, hamma narsani upakovkada ko'rasiz-da. Upakovkani to'g'ri qilib, to'g'ri sota olsangiz, sotuvga ko'p narsa bog'liq-da. Shu. Oziq-ovqatga kirgan bo'lardingiz demak. Oziq-ovqatda menimcha juda ko'p narsa bor. Hozir o'zingizda va Quvvat bilan yaqin 5 yil orasidagi rejalaringiz? Biz rejani ikkita tarafga bo'lganmiz. Bittasi produkt, bittasi geografiya. Produkt deganda biz o'zi Quvvatni prilojeniyasini, ilovasini shunaqa qilmoqchimizki, hammaga ochiq. Davayki, san ham qo'shil, biz ham sanga qo'shaylik, ya'ni взаимообмен-da. Mana misol uchun Samarqand bitta korxona bilan biz gaplashyapmiz, xudo xolasa shu narsaga borishimiz kerak. Bizning prilojeniyadan, ilovadan bemalol boshqa birov Samarqanddan olish. Yoki xuddi shuni naborot, ularning prilojeniyasini bizning velosipedda olish. Yaqinda bitta kattaroq mashinani zaryadka qiladigan kompaniya bilan gaplashdik. Ular ham o'zini interesini bildirgan. Birga ishlab ko'rish shu tarafga borsa bo'ladi. Undan oldin balki uncha o'ylashmagandir. Hozir shunaqa gaplashdikki, xudo xolasa yil oxiriga yana bitta o'tirib, ular hozir ilovasiga yangilab olish kerak.
yil oxiriga o'tirib yana bitta kelishib, u produktovoy Bu deganim. o'zinglar stansiya qo'ygandan osonroq kechadi demak. Osonroq ham kechadi, odamlarni o'rgatish ham osonroq. Aha. Mana sizda aytdingiz-ku boya, misol uchun 3 ta приложение, nima keragi bor? Sizda misol uchun bitta qaysidir приложение Menda bo'lsa, mashina zaryadlagani ham uchta приложениyaga. Menda общий 6 ta получается. uni misol uchun mana bunaqada hammani o'zini bozori bor-da. Men misol uchun men o'zimni klientlarimni endi quvvatga o'rgatib bo'lganman. U 15 yoshdan boshida endi asosiy segment 15 yoshdan 35 yosh atrofida odamlarda. No, asosiy narsa 15 yoshli bolaga men уже telefoniga bu приложение yozib bo'ldim. U bola 3 yil, 5 yildan keyin katta bo'ladi. Mashinasi bo'ladi. Kirish chegarasi ancha past. past. Ancha past Da, kirish da. chegarasi. Mashina olishini kutish shart emas. Da. Va uni tarbiyalab bo'ldim. O'zimni приложениемga kirib, u yerda biz xarid qilish uchun-da. Va unga уже boshqa narsa ham sekin-sekin taklif qilsam bo'ladi. Bu produktovoy bo'lsa, ikkinchisi geografiya. Hozir men endi biz birinchi очередda O'zbekistonni qo'limizdan kelgancha deyman, qo'yib chiqyapmiz. Undan keyingi etapda hozir Bolgariya ham уже adaptatsiya приложение hammasi qilib bo'lganmiz. U yerda ham уже stansiyalar kelib bo'lgan, hammasi sekin-sekin o'rnatilyapti. Undan keyingisi etap qo'shni bir ikkita davlatlarni ko'rib kelganmiz. Demak, xalqaro kengayish bor. Европейский, скорее всего, Yevropani bozoriga Kengroq, mustahkamlashtirish. Da. Yana bitta savolim sizga. Biznes boshlayotgan paytda ikki xil toifa odam bor. Qaysi biriga sizdan maslahat? Kimga quloq solish kerak, kimga quloq solish kerak emas? Biznesi bor odamga quloq solish kerak. Biznesi borga. Biznesi yo'q odam yoki biznes bilan shug'ullanmagan odam borda endi juda ko'p. Men yomon gapirmayman, no men o'zim ham shunaqa bo'lganman. Men biznes boshlashimdan oldin men o'zimcha ekspert edim. O'zimcha ekspert edim. Lekin haqiqatda biznes ichiga kirganingizda уже tabiati umuman boshqa bo'ldi. Atmosfera umuman boshqa. Buni biznesi bor odam sizga aytib bera oladi. Biznesi yo'q odam sizga idealniy kelajakni chizib beradi. Qanaqa bo'lish kerak chizib beradi. Shuning uchun bu yerda maslahatni men endi aytdim-ku, maslahat ham yordam ham. Meni misol uchun zo'r bitta o'rtog'im bor. U restoranlari bor, fitness sentrlari bor. U menga juda ko'p yaxshi maslahat bergan. Endi meni o'zimni turmush o'rtog'im ham, u ham bizneslari bor. U bilan ham gaplashamiz. Juda ko'p turmush o'rtog'im bilan gaplashamiz. U juda ko'p yo'nalish beradi. Siz davlat ishida, o'zi umuman bank sohasida ishlab yurganingizdan ko'ra hozir moliyaviy holatingiz ancha farq qiladimi? Hozirgi kunda Ancha farq qiladi. Ancha emas, farq qiladi. Endi bankdan oylik yaxshi-da, yomon deb bo'lmaydi. Oylik yaxshi, premiyalari, to есть Hayot tarzingiz qanchalik o'zgargan? Hayot tarzim ancha o'zgargan. Endi men aytdim-ku, menda u burilish bo'lgan. Bankdan o'sha ketayotgan paytimda burilish. Men misol uchun men sportim bor. U постоянный o'tda ham yaxshi zo'r community, o'rtoqlar, hammasi o'rtoq bo'lib ketgan. Xarajatlar bitta oila yashash uchun sizdagi xarajat qanaqa hozir bir oyda? Har doim har xil. Men kreditim ham bor. Kreditni ham hisobga olganda. Biznesni kreditini hisobga olmaymiz. Shaxsiy kreditingiz bo'lsa-da. Shaxsiy Men hali birorta bankda ishlaydigan krediti yo'q odam ko'rmadim. Xo'sh, nimagadir hammasida bor. Tushunamiz-da. Pul oqimini tushunamiz. Shuning uchun. Endi 20 bilan 25 million atrofida bemalol komfort hayot uchun. Komfort hayot yetadi. Endi u menda misol uchun oyim bilan birga yashayman, uyimiz bor, qanaqa meydoti. Bunaqa lishniy katta tratalar yo'q. Bu kreditlar hisoblaganda 20 million ham yetadi. Zo'r. Hozir sizda dollarda 1 million bormi yo'qmi? Yo'q, lishniy сбережение deyapsizmi? Qanaqa? Aktiv bo'lishi mumkin biznes doirasida. Biznes doirasi bo'lsa, men uni hozir birgalashib o'tirib hisoblashimiz mumkin. Ikkalamiz o'tirib. To'g'risi. Agar quvvatni oladigan bo'lsak, quvvatni o'ziga, оборудованиялari, veliklari hammasiga hozirgi kunda уже почти 4 milliondan ko'proq
pul sarflanganda. Plus abonentskiy bazasi bor. То есть bu Bundan ancha qimmatroq turadi. bu abonentskiy bazani o'zi qimmatroq. Plus yurayotgan endi multiplikatorlarni hisoblaysizda baribir. 5 yilda qanaqa multiplikatorga keladi. Bu sifralar menda bor. Xullas, Bobur aka, doim so'raydigan bitta savolimiz bor. Powerbankda soqqa bormi? Bor. Charchamang. Rahmat. Salomat bo'ling. Bu soqqa va bugun biz sizlar bilan birgalikda yana bir biznes, yana bir sohaga sayohat qildik. Sizga qaysi yo'nalish, qaysi biznes qiziq bo'lgan bo'lardi? Albatta, fikringizni izohlarda yozib qoldiring va videoga like bosish esingizdan chiqmasin. Men Mirshakar Fayzullayev bu soqqa sizlar bilan keyingi ko'rsatuvlargacha xayrlashaman. Salomat bo'ling. Kimda